Oda Sanatjon, Davlatjon, mana shu yerda Alixon, albatta barcha farzandlaringiz bugun xonadonimizda qo'shaloq bayramlar. Albatta bugun onajonimni, akajonimizni tavallud topgan kunlar albatta. Bugun ayajonimga rahmat aytmoqchimiz. Borliklariga shukr qilamiz. Mana shunday insonni farzand ekanligimizdan faxrlanamiz albatta. Onajonim baxtimizga doimo sog' bo'lsin. Ayam, dadam birgalikda qo'sha qarasang ilohim. Baxtimizga doimo sog' bo'lsalar bo'ladi. Hali yaxshi kunlar oldinda. Bir gapni yetkazib qo'ysangiz, dadajonimni, ayajonimni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Mana shu insonlar bor sababli biz mana shunday baxtli hayotda yashayapmiz albatta. Bizga qilgan barcha yaxshiliklar uchun, mana shunday tarbiya uchun, mehr uchun deyapti. Hayajonimiz bu hayotda bizni darkashimiz, sirdoshimiz, dugonamiz, ustozimiz. Bu hayot yo'llarida har doim to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, har doim bizni o'ylab yuradigan inson bizni onajonimiz albatta. Bulardan kam qilmassan, bolam deya ko'zimizni nam qilmassan, yashadingiz bizlarni deb dam bilmassan, onajonim boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz, farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz. Onajonim boringizga shukronalar. Alloh jonim omon etarsiz bo'lsangiz, tashvishlarim uzoq ketarsiz bo'lsangiz, biz farzandlaringizni boshimiz ko'klarga yetarsiz bo'lsangiz, onajonim, meni mehribonim, boringizga ming shukronalar deya albatta mana shu she'r siz uchun chiroyli qarsaklar bo'lsin albatta onajonimiz uchun. Qolaversa albatta mana shu Salmakani o'zlariga rahmat aytmoqchiman albatta. Bu hayotda men bilan har doim yelkadosh bo'lib, qiyinchilik kunlarimizda, yomon kunlarimizda, yaxshi kunlarimizda har doim men bilan birga bo'lib albatta juda ham kuchli ayol. Rahmat aytmoqchiman. Menga otalik baxtini berganligi uchun, yaxshi ko'rishimni yetkazib qo'yasiz. Har doim rahmat aytaman. Allohga shukr qilaman mana shunday insonni menga ro'bara qilganligi uchun. Farzandlarimizni vaqtiga doimo sog' salomat qilsin deya albatta sizga barchasi rahmatlarni aytishyapti. Chiroyli qarsaklar bo'lsin yana. Rahmat. Qolaversa Davlatjonning tabriklaymiz. Barcha opalari, jigarlari, mehribonlar nomidan tabriklaymiz. Bugungi qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Ilohim Davlatjon kamda dadasiga o'xshagan. Bo'lsa mana shu xonadonga xizmat qiladigan, elimizga, xalqimizga naf tegadigan, sizni har doim sevintirib, quvontirib yuradigan farzandlardan biri bo'lib yetishini tilakdoshimiz albatta. Tabriklaymiz yana bir bora. Yana bir farzandlarni taklif qilamiz. Kelinglar onajonimizni yuzlarda o'q tabriklab qo'yasiz albatta. Bayramlar muborak bo'lsin yana bir bora. Kelinglar. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar ko'rib qo'ysin. Yana to'g'ri tabriklaymiz. Mana shu yerda yaqinlarni ko'ryapmiz albatta. Chiroyli tilaklarni eshitamiz. Birinchi yo'li Salmakini eshitamiz. Albatta sizga qilgan tilaklarni, farzandlarga rahmatlarni duo qilaverasiz. Rahmat. Agar farzandlarda tilaklar bo'lsa eshitamiz. Bugungi albatta boshlangan eng yaxshi kunni, baxtli kunni esdalik uchun. Kelinglar. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona.
agar mana shu yerda siz albatta sizni xursand qilishga harakat qiling. Barcha farzandlaringiz kun boshidan beri albatta. Agar mana shu farzandlarga salom aytuvchi rahmatlaringiz bo'lsa, navbatni sizga beraman. Rahmatlaringizni aytasiz, duo qilib berasiz farzandlarni marhamat. Avvalambor hammangizlarga rahmat, sog' salomat bo'lingizlar, kelganingizlar uchun ham. Dadasi ham baxtimga hamisha sog' salomat bo'lsin. Bolalarni baxtiga, meni baxtimga hamisha sog' salomat bo'lib bosh bo'lib yursinlar. Bolajonlarimga ham katta rahmat. Hamisha elga oldi bo'lib, elga foydasi tegadigan yaxshi farzandlar bo'lsin. Umidimiz shulardan. Shuncha qilganlar uchun ham rahmat. Beyman baxtimizga omon bo'lsin. Hamisha sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Sizlarga Qarsaklar bo'lsin. Rahmat, ilohim aytganlaringiz kelsin. Birgalikda qo'shiq qarab albatta mana shu farzandlarning rohatini, baxtini, barkamolligini ko'rib berishlik nasib etsin. Yana bir tabriklaymiz. Farzandlaringiz eng birinchilardan bo'lib albatta sizni xursand qilishni istashdi. Chunki juda ham sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ilohim mana shu farzandlarning baxtiga sog', salomat bo'ling. Mana shunday xursandchilik kunlar bardavom bo'lsin. Hali kelgusi yillarda ham mana shuni tantana qilib sizni xursand qilishlik nasib etsin. Ilohim. Mana endi kelinglar birgalikda esdalik chiroyli fotosuratlarga barcha yaqinlarni, farzandlarni oilaviy fotosuratga taklif qilamiz. Marhamat.